Fojir odam gunoh kabira qilsa ham, odamlar buni haromligini aytsa ham, nima bo'pti deydi. Nima bo'pti deydi. İçsem o'zimiz pulimga ishyapman deydi. Qamar o'ynasam o'zim Ambulans bile sasirdi. pulimni to'layapman deydi. Bunaqa odamlarga svetoforda xizmatiga shov o'tib ketgan paytda harom ish qildingiz, birodar. Birodar joniga tajovuz qildingiz, birodar haqqini yedingiz desa nima deydi? Nima deydi? Tursang turaverasan-da. Hamma o'tyapti-yu deydi. Voy birodar, Babam tam böyle donuyor. qizilga yurib, birovni urib, o'ldirib qo'ysangiz, qasddan odam o'ldirgan bo'lasiz. Ko'p aytaman buni. Avval qizilga aniq to'xtaymiz. Hozir Zangiyoraga kelganda ehtiyot bo'lish kerak hozir. Fojir odam, qalbi fisq fujurga to'lgan odamga gunohni eslatsang parvo qilmaydi. Nima bo'pti? Ye dur. Aytaveradi qora kerak. Bolalar deydi. Men bilan nima ishing bor deydi. Bor ishingni qil deydi. Nimaga bunday deydi? Qalbida taqvo qolmagan.